Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu o't kesili to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. O't jigarninki to'van tarafiga joylashgan kichik xalta shakllik bir a'zo bo'lib, o't xaltasi deb ataladi. O'tning asosli roli jigar ajratib chiqargan o't suyuqlikni saqlash, qo'yiqlashtirish va uni kichik uchayga qarorlik yo'llab berishdan iborat. O't kesili bo'lsa, shu insonlarda eng ko'p uchraydigan bir kasalliklarning biri bo'lib, buning ichida eng ko'p uchraydigani birisi o't yallig'i, yana birisi o'tga tosh tushib qolishdan iborat. Bu ikki kasal mayli biz Uyg'urlarda bo'lsin va boshqa millatlarda bo'lsin, nisbatan eng ko'p uchraydigan o'tga kasal hisoblanadi. Bu o'tninki badanimizdagi joylashgan o'rni va o'tning anatomiyalik ahvoli bo'lib, ko'rayotganimizdagidek o't jigarninki asti qismiga joylashgan, ya'ni qo'sqimizningki yuqori tarafning o'ng tarafiga to'g'ri keldi. Bu rasmda ko'rayotgan sol tarafdagisi shu o't bilan jigarninki odam badanidagi o'rni, o'ng tarafdagisi bo'lsa jigar, o't, oshqozon osti bezi va 12 barmoq uchayninki ko'rinishi. Bu oshqozon osti bezininki usti va oldida oshqozon joylashgan bo'lib, bu rasmda oshqozonni ilib tashlayotgan, ya'ni bunday aytgan vaqtida bu qurilmani yaxshi ko'ksitish uchun oshqozonni bu yerga qo'ymagan. Ko'rayotganingdek yuqoridagisi, bu o'ng tarafdagi yuqoridagisi cho'ng organ jigar, jigarning ostidagi yeshil rangliki o't, anandan atrofdagi naychisimon qurilmalar o't naychisi, ya'ni shu jigardan ajralib chiqqan o't suyuqligini o'tga yo'llaydigan va o'tdan 12 barmoq uchayga kirgizadigan o't naychilari. Seriq ranglik bo'lsa oshqozon osti bezi, ya'ni bu hazm qilishda muhim bo'lgan suyuqlik bo'lib, shu insulinni ajratib chiqaradigan oshqozon bezi, anandan keyin oshqozon bezininki, oshqozon osti bezining yonidagi bu 12 barmoq uchay. O't suyuqligi bo'lsa, qiniq yeshil rang bilan seriq rang orasidagi bir xil suyuqlik bo'lib, u kichik uchayga kirgan ozuqlikni bo'libmi mayni hazm qilishda muhim rol o'ynaydi. O't suyuqligini odatda jigarda uzluksiz ajratilib chiqariladigan bo'lib, ya'ni o't suyuqligi jigardan uzluksiz ajratib chiqariladigan bo'lib, jigardan ajralib chiqqan o't suyuqligi o't xaltasiga kirib saqlanadi va har qitim tomoqdan keyin g'o'l o't naychisi orqali kichik uchayga kirdi. Balog'atga yetgan odam kuniga 400 millilitrdan 800 millilitr atrofida o't suyuqligi ajratib chiqardi. O't suyuqligining 97% su, 0,7% tuz, 0,51% may, ya'ni xolesterol, 0,2% bilirubin, ya'ni qizil qon hujayralari o'lgandan keyin ajralib chiqqan modda bo'lib, bu o't suyuqligi o'tda saqlanish jarayonida bu o't suyuqligi tarkibidagi suv qayta sumirilib, o't suyuqligi qo'yiqlashadi
Anandan keyin biz tamoq yegan vaqtimizda o't xaltasi siqilib, uning ichidagi o't suyuqligini 12 barmoq uchayga yetkazadi va bizningki tamog'imizning hazm bo'lishiga, bo'libmi bak moy ninki hazm bo'lishiga yordam berdi. O'tda ko'p ko'riladigan kasalliklar degan vaqtida men yuqorida deb o'tgandagidek o'tda ko'p ko'riladigan kasalliklar odatda jiddiy va ost xarakterlik o't yallig'i, o'tga tosh paydo bo'lish va o't raki bo'lib, uningdan boshqa o'tningki qurilmasidagi ba'zi g'ayrilik bilan o'tdagi ba'zi tug'ma kasalliklar bo'lib, ular nisbatan bek ko'p uchurmaydi. Ya'ni eng ko'p uchraydigani o't yallig'i va o'tga tosh tushish. O't yallig'i bo'lsa, ko'pincha holda o'tda tosh paydo bo'lishining oldingi bosqichida va yoki o'tda tosh bo'lish bilan birga mavjud bo'ladigan kasallik bo'lib, uningdan saqlanish va uni vaqtida davolash, o't tosh paydo bo'lib qolishdan saqlanish va o'tdagi toshni davolash unumini yuqori ko'tarishda bek muhim. Ya'ni bu o'tda eng ko'p uchraydigan o't yallig'i bilan o'tga tosh tushish asosan bir-biri bilan nihoyatda zich bog'langan. O'tda tosh tushgan vaqtida o't yallig'ini keltirib chiqarishi mumkin. O'tda yallig' bo'lgan vaqtida toshning paydo bo'lish, o't tosh bo'lish ehtimolini yuqori ko'tarishi mumkin. Ya'ni bu ikki kasal bir-biri bilan nihoyatda bog'langan va yoki birli vaqtda mavjud bo'lib turadigan o'tdagi kasallik hisoblanadi. Bu o'tdagi tosh degan vaqtida asosliqi shu o't xaltasi va o't naychilarida paydo bo'lgan toshni ko'rsatadigan bo'lib, bu o'tdagi tosh tarkibiga qarab 4 xilga bo'linadi. Bu 4 xil toshning ichida eng ko'p uchraydigan tosh, ya'ni tarkibida xolesterol moddasi asos bo'lgan, ya'ni xolesterol moddasini asos qilgan tosh bo'lib, bu o'tdagi tosh ichida eng ko'p uchraydigan tosh. Bu o'tdagi tosh bilan böreklik toshni farqlantirib turadigan bir omil bo'lib, börekdagi toshda asosliqi kalsiy moddasini asos qilgan tosh bo'lsa, bu o'tdagi toshda xolesterol moddasini asos qilgan tosh ko'p sonni egallaydi. Bu rasmdami shu jigar, anandan keyin o't va o't naychilari, anandan keyin oshqozon, 12 barmoq uchay va oshqozon osti bezi ko'rsatilgan bo'lib, buningda asosliqi shu o'tdagi tosh ko'rsatilgan. Ya'ni bu yeshil ranglik o'tning ichidagi oqish ranglik shu o'tda paydo bo'lgan tosh va toshning o'rni bo'lib, töven tarafidagi, ya'ni o'tning töven tarafidagi o'tdagi tosh hisoblansa, anandan keyin o't naychisidan chiqadigan yerdagi shu o't bilan asos naychi orasini tutashtiradigan naychida paydo bo'lgan tosh. Bu tosh odatda normalda o't naychisini to'sib olib, bemorda qattiq og'rishni paydo qilishi mumkin. O'tdagi toshninki kasallik alomatlari, ya'ni o'tga tosh tushib qolishningki kasallik alomatlari qandoq bo'ladi degan vaqtida, o'tda tosh bo'lgan vaqtida ba'zida hech qanday kasallik alomatlari bo'lmasligi mumkin. Ya'ni bu o'tdagi toshninki o't naychilarini to'sab qilish ahvoliga va toshninki o't ichida midirlash ahvoliga bog'liq. Agar o'tdagi tosh o't naychilarini to'sab qolmasa va yoki u tosh muqim bo'lib midirlamasa, normalda alohida kasallik alomatlarini paydo qilmaydi. Ko'pincha ahvolda o'tdagi tosh o't naychilariga berib, o't naychisini to'sib olgan vaqtida o't suyuqligi to'salg'iga uchraganda,
ondan alayda ig'ir kasallik alomatlarini paydo qilishi mumkin. Birinchisi shu o'ng qovurg'isiniki ost tarafi og'rish bo'ladi. Bu o'tda tosh paydo bo'lgan vaqtida. Ikkinchisi o'ng dumbisi og'rish. Ba'zida og'riq gajgisiga va do'lisiga tarqash ahvoli bo'ladi. Uchinchisi og'riq mayliq qo'rimi tomoq va tuxum yeganda texmi ig'irlashishidi. To'rtinchisi ko'ngli ilishish va qusqisi kelish, yondirish ahvollari bo'ladi. Bular shu o'tga tosh tushganda bo'ladigan alomatlar bo'lib, ba'zida o't yollig'idimi mush xildagi ahvollar ko'rilishi mumkin, lekin o't yollig'ida o'tdagi tosh o't naychisini besib olganda paydo qilgandagidek unda qattiq og'riq paydo qilmaydi. Endi bu o'tda qandaq ahvolda tosh paydo bo'ldi yoki o'tda tosh paydo bo'lishining sababi nima degan vaqtida o'tda tosh paydo bo'lishiningki aniq sababini bilish biroz qiyin, biroq shundaqdimi o'tda tosh paydo bo'lish tövendeki omillar bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Birinchisi semizlik va yoki badan ig'irligi ishib ketgan kishilarda bu o'tda tosh paydo bo'lishining ehtimoli yuqori bo'ldi. Ikkinchisi mayliq tomoqni bo'libmi xolesterol tarkibi ko'p bo'lgan yemekliklarni ko'p iste'mol qilgan vaqtida o'tda tosh paydo bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Ama yuqori deb o'tgandek o'tda eng ko'p uchraydigan toshning asosli tarkibi xolesterol bo'lganlik uchun xolesterol moddasini ko'p iste'mol qilganlarda bu xil tosh paydo bo'lishining ehtimoli yuqori bo'ldi. Uchinchisi tala tarkibi bor bo'lgan yemekliklarni oz iste'mol qilish. Yani bu tala tarkibi mo'l bo'lgan yemekliklar nisbatan sog'lom yemekliklar hisoblanadigan bo'lib, bu xil yemekliklarni oz iste'mol qilgan odamlardami o'tda tosh bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Anından keyin ig'roq homila ahvol bo'lgan vaqtida ayollarniki o'tda tosh bo'lish ehtimoli yuqorilaydi. 5-si o't va o't naychilarining qurilmasida g'ayrilik bo'lish, ya'ni o't naychisida tarivilish bo'lish va yoki o't naychilarda tug'ma kasallik bor kishilardami oson tosh paydo bo'ladigan ahvol bo'ladi. O'tda tosh paydo bo'lishining oldini olishda nimalarga diqqat qilishimiz kerak yoki qanday qilgan vaqtida o'tda tosh paydo bo'lishining oldini olib bo'ldi degan vaqtida birinchisi tomoqni ritmlik yeyish. Tomoq egiz-pas bo'lib qilishdan saqlanish. Bo'libmi ba'zida ko'p tomoq yeyish, ba'zida och qo'saq qilish va yoki 1-2 vaqtlik tomoq vaqtidan atlab o'tib ketishdan saqlanish kerak. Bu tomoqningki ritmsiz bo'lishi, tomoqning qalaymaqon bo'lishi, ba'zida ko'p yeyish, ba'zida oz yeyish mush ahvollar bizda tosh paydo qilishi mumkin. Shunga tosh paydo bo'lishdan saqlanish uchun bu xil ahvollardan saqlanishimiz kerak. Ikkinchisi yetarlik suv ichish. O't suyuqligining darajadan tashqari qo'yiqlashib tosh paydo bo'lishdan saqlanish kerak. Uchinchisi o'tda yolliq bo'lganda vaqtida davolatish kerak. Ya'ni men yuqori deb o'tgandagidek o'tda yolliq paydo bo'lish, o'tda tosh bo'lish ehtimolligini oshirganligi uchun bu agarda biz o'tda yolliq paydo bo'lgan vaqtida davolamasak, keyin vaqtning o'tishi bilan o'tda tosh paydo bo'lib qolishi mumkin. 4-si bek semirib ketishdan saqlanish, badan ig'irligini muvofiq kontrol qilish kerak. 5-si bu 4-si oldu. Endi 5-si tarkibida xolesterol ko'p bo'lgan yemekliklarni ko'p iste'mol qilishdan saqlanish kerak. 6-si tarkibida tala bo'lgan yemekliklarni, ya'ni sog'lom yemekliklarni ko'proq iste'mol qilishga odatlanish kerak. Harakat qilish, badan ig'irligini yaxshi kontrol qilish degandagidek bu ahvollar orqali o'tda tosh paydo bo'lishiningki oldini olib bo'lishi mumkin. Oxirida shu o'tga tosh tushib qolgan vaqtida qanday davolaymiz degan to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. O'tdagi toshni qanday davolash va davolashning unumi o'tdagi toshningki turi,
toshning o'rni va toshningki cho'ng kichiklik qatorliq omillar bilan zich munosabatlik bo'lib, tarkibida kalsiy bo'lmagan xolesterollik kichik toshlarni operatsiya qilmay, dori bilan eritib saqaytish ehtimoli yuqori. Aksincha, bo'lgan vaqtida bo'libmi o'tda yolliq bo'lgan vaqtida, o't yo'li ravon bo'lmagan vaqtida yoki tosh tarkibida ko'p miqdorda kalsiy bo'lgan vaqtida cho'ng va qo'pol bo'lgan toshlarni bu dori bilan eritib saqaytish uncha oson emas. Shunga oldi bilan yaxshi tekshirish ilib berib, toshninki o'rni va tarkibini bilish kerak. Anından keyin agarda dori bilan davolash ehtimoli bo'lgan toshlarni dori bilan davolash, agar u davolash ehtimoli bo'lmagan yoki davolash unumi yaxshi bo'lmagan ahvollarda cho'qim operatsiya qilib davolashga to'g'ri keldi. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida o'ttik toshni davolashda dora faqatla bir oldin tanlash yo'li, ya'ni nurg'un ahvolda dora masalani to'liq hal qilolmasligi oxirida operatsiya qilishga majbur bo'lib qilishi mumkin. Bu shu konkret ahvolga, ya'ni toshning cho'ng kichikligi, toshning tarkibi, toshning o'rniga bog'liq. Shunga bu o't kesiliga giribdor bo'lgan qarindoshlar eng yaxshisi vaqtida tekshirish ilib berish, bu kasallikni yanama ilgirlagan holda ig'irlab ketishningki oldini olish bak muhim. Agarda bu xil oldini olish unumlik bo'lmay, oxirida kasal taraqqiy qilib, bu tosh paydo bo'lish yoki tosh bu o't paydo bo'lgan tosh o't yo'lini to'sib qolgan vaqtida operatsiya qilib davolashga to'g'ri keldi. Agarda bu davolash vaqtida ilib berilmasa yoki o't suyuqligi tosh tufaylidan butunlay to'slab qolgan vaqtida odamniki hayotiga tahdid ilib kelishi mumkin. Bugungi bu o't va o't kasalliklar to'g'risidagi qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Minglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammalarni sog'lom qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.